kambag'allik aybmi? Kambag'allik aybmi? Ha, hozirgi tushunchada, hozirgi bu taraqqiy topgan g'arbda berayotgan tushunchasida kambag'almi? Demak, hech kim emas bu. Qarang, Qurayshda tarixiga qarasak, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelganlarida Abu Talib faqir bo'lgan. Ammo nasl-nasabli Qurayshning hurmatli oilalaridan bo'lgan Abdul Muttolibning o'g'li bo'lganligi uchun gapi o'tavergan qavmiga puli yo'q bo'lsa ham. Hozirgi kunda puli bo'lsa-da shu odam aqlli, puli bo'lsa-da shu odam peshqadam bo'lishi kerak. Birodarlar, shu o'lchovlarimizni tuzataylik. Kambag'al degani ahmoq degani emas. Yo aqli kalta degani emas. Puli ko'p degani albatta hammadan aqli ustun degani emas.